Georgiy egri yarınladı. Grupning boshqa a'zolari bilan uning aloqasi uzilib qoldi. Ular bu maxfiy vazifani ijro qilishga kirishish bilan mag'lubiyatga uchraydigandek qiladi. Bilemsiz Kopak, biz aynı yıllarda mışı taşlandıkkanda arxip bambirini yasadık. Ciddi ahval yüz berip qalsa, məxfi arxipni yetkeş üçün bu işini yasap qoyğan. Bu nəyə tutuşdu? Sırtqa. Sırtda taşlandık, lekin nəhayət xubu yanı bir kan yolu var. Mən şu yerdən çıxıb getəmdim? Əlbəttə. Yürü. İşini iç bir. Xatni telib etishni unutmang, Jo'tijon janoblari. G'am qilmang Kopak. Manga ishini. Meningmi sizni yetgatkim yo'qdi. O'zingizni ko'p asrang. Ishingizga muvaffaqiyat tilayman, Bazil janoblari. Əmdi kirməymen. Bu yer bexatarlikka. Onu siz başlap geldiniz. O mordan çıkan üstünü görüp geldi. Otni ya ballaraq uçurib öptüm mən. Lekin keçi bək toңып ketdim. Vaqtida kepdimi? Bo'lmasa ular sizni tutib ketarkan. Bundaq yürüversen bombagıdak. Bu yerden ketay. Nega borsiz? Konustanız tarafga. Chiqibdidan keyin olmoqchidingiz go. Üzəmni chatkalaydaman. Yenimdə baljaqqan bombag'andan keyin erkinroq yuraman. Chegirg'ini chatılsamlı bağıl boludu. Bu kiyimni əmdi taşlayıb etim. Boludu. Bu kiyimni hergiz giymeymen. Kömüb etim. Xotirjam bo'ling. Sizga nima deb rahmat etsam bo'la? Rahmat etmasangiz ham bo'ladi. Baljaqalarim qandaq bo'lib ketdi. U yerga borgandan keyin urush oxirlashib qoladimi, birodar? Mumkin. Ehtimal onundan burun oxirlashib qolar. Aman bo'ling. Umidvor bo'ling. Doktorxonadan qachon chiqsiz? Ata. Bildim mangayli. Men aldığın safga boraman. Əmsi bo'pti.
Keç tushimda qoshdesh ko'ribdiman. Daryoni bo'ylab ketayotgandekman. Daryo shoxlari qoshdeshi bilan to'lgan. Atrofning hammasi seriq qoshdesh ekan. Ya Rabbim, qara. Yo'g'onligi tuxumdek baq. Qo'lim orqamga bog'liqmish. Uni qandoqmi o'zali? Qandoq qildim-da? Kuchimning boricha sakradim. Shundoq qilib, qoshdeshini tishlab usdim. Bir-birlab yutdim. Oxir nim bo'ldi-da. Qoshdeshi bakmi yo'g'on ekan. O'pkam og'zimga tiqilib, zodili bo'lolmay qoldim. Demim siqilib ketdi. Keyinchi? Keyin uyg'onib ketdim. Ay, siz shuni o'rpekmi? Tuxumdek qoshdeshi oson uchirmaydi, birodar. Ay, cho'qim bajim. Bu yerdan rostila qoshdesh chiqib qolsa, urush oxirlashi bilanla ikkimiz bu yerga kelib kan achayli. Yana aşı po'shilik ishlamchilarni ishiltayli. Ularning ishaqqa to'limi tova. Ay, qoshdeshini shularning o'zigini qo'litimiz. Yeni tapte bu yak gidelim. Hey, birisi kaçtı. Ulanı sen kaçırıp ettin. Bitirmang ishingizga. Giyohga kelsa, o'rmonga kirib, yarangizni tongimiz. Bo'ldi. Kechikdi. Mishadi atay. Keling, sizga bir ishni aytib beray. Mening yana bir singlim bor. Velichkada ishlaydi. U biladi. Sizlarga bergan bu bir parcha qog'oz nihoyatda muhim. Sizlar bu kishining ismi bilan adresini pishiq yotlab olinglar. Ondan buni ko'ydirib o'tinglar. Hech kimga tinmanglar. Hargiz etmanglar. Bu qurilishni yasagan barliq kishilarni fashistlar o'ldirib etgan. Faqat birlik hayot qolgan. U birdan bir yuk uch. U qeyrimi, yoshmi, egizmi, pakami, semizmi yoki urug'mi, buni hech kim bilmaydi. U Alman miltidan. Qandaq kishilar Alman bo'ladi? Bu fashist irqchilarning bir ijodi edi. Bu eriqda nemis qini ham polaq qini bor.
Veshneski öldü. O bizge yangi bir jipuchini aytibadi. Velishkida bir tuzkini barkan. Faşistlar shu yerda yer osti harbiy zavod quribdi. Veshneskining singlisi Ludiya shu yerda ishlashga majbur bo'lgan. Veshneski u biladi deblar jon uzdi. Harbiy kinishka yo'l xatini ko'rstinglar. Hey. Harbiy kinishka yo'l xatini ko'rsting. Qilnaroq kuyni o'lang. Havo sovuq. Krakow. Çataq yo'q. Bu nima? Altın ranglı kaç dişi. Ep kılın. Soğan bop kalsın. Bu Ahmet ep geldiğin kaç dişi. Birinci derecelik Zardardino diyeceğin Fernet geldi. Sizni chin ko'nglimdan qarshi olaman, qadrligim Fernet. Ko'rishmagan uzun bo'pti. Shundaq. Biz 1942-yili ko'rishgan. Yani marhamat. Bu qitimqi vazifa o'tgankiga o'xshash ko'limi cho'ng, ham murakkabdek qiladi. Oxirgi hal qilish ayni chog'dagiga o'xshash. Albatta, bu qarshilik ko'rsatish tashkilotlariga taqobil turish. Shundaqla ularni alohida bir taraf qilishganda. Yo'q, qadrligim Huk. Mening oxirgi hal qilishda vatqanim Rossiyaliklarning qo'zg'ash ehtimoli bo'lgan qaytarma hujumiga taqobil turish. Chekinish oldidagi barliq tayyorlik xizmatlarini ishlab qo'yish. Rostli shundaq jiddiymidi? Bu rayonni vayron qilishdan voz kechamdiq. Men strategiyachi emas Huk janoblari. Men alayda vazifalarni bir taraf qildigan mutaxassis, faqat Germaniya markaziy amonlik saqlash idorasining buyrug'ini ijro qilaman. Boshqa ishlar bilan ko'rim yo'q. Lekin boshqarishga tegishli ishlar bo'lsa boshqaraman. Andaqda chekinishning tayyorligini-chi, Fernet janoblari. Oldingi sapni tartibga solamiz. Ondan siz Ziya sanoat rayonida oxirgi hal qilish vazifasini ijro qilamiz. Bir tal qiyam qoldirmaymiz. Ko'riklarning hammasini buzib tashlaymiz. Qon quduqlariga suv qo'yib o'tamiz.
Öylərning hamısını köydürüb quduqlarga zəhər taşlaymiz. Rusiyaliklarni ilgirli emas qilib qo'yamiz. Andaqda oxir hal qilish mushu kenda. Germaniya Markaziy Amonlik saqlash idorasi evatgan bu telegrammada Jetanjin seling bo'lsa sizning buyruqlaringizni ham taraflaringizni qat'iy ijro qilish kerakligini ta'kidlab qo'yishimni topshiribdi. To'g'ri, zarar tepilganda sizga xabar qilaman. Ikkimizning tajribasimi oz emas. Xizmatingizga tayyorman. Sizga mushu 2-chi qavatdan ozodi 2 ig'iz uy tayyorlab qo'ydim. Rahmat, xo'q janoblar. Men bu qal'ada kishilarning diqqatidan xoli bo'la olmayman. Shunga qo'mondonlik shtabim Vilichkida ishlaydi. Bu uyni boshliq qilib qo'ygan. Shundoq. Yondagi uy yordamchi bilan ikkimizning. Xo'p, Shodijon janoblari. Oyoqqa biringlar. Krakovda nurg'un ishlar qilaylikdi. Buni bosh qaro qilgan Kleoper. Siz arsaldipanmi? Buyruqni ijro qiling. Siz darhol umumiy uqtirish bersin. Xo'p, Shodijon janoblari. Velishka. Alayda qo'mondonlik shtabining 1-numurlik buyrug'i. Mazkur qo'mondonlik shtabidagi barliq xodim ofitser, jangchi ham xizmatchilarning sirtqi chiqishi bugundan boshlab shartsiz cheklanadi. Bugundan boshlab shartsiz cheklanadi. Boshliqning yo'l yo'rg'isiz xodimlarning harbiylar yoki fuqarolar bilan aloqa qilishi qat'iy ma'ni qilinadi. Aloqa qilishi qat'iy ma'ni qilinadi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar barliq xodimlar yo'tkilish buyrug'ini kutsin. Yo'tkilish buyrug'ini kutsin. Vaqti imzosi 1-darajalik Shodijon Loks. Oyoqqa. Bu yerga xarid qo'yinglar. Xatarlik rayini bilmoqchi bo'lsangiz, sizga deb beray. Butkul Silziya rayoni hammadan xatarlik. Bu rayonga o'q-dora, qurol-yarog' zavodlarimiz ham ko'mirkan energiya ta'minot punktlarimiz markazlashgan. Bundan sirt strategiya jihatdan bu yer ulab yetkizish o'rni. Ko'limi zo'r harbiy harakat bazasi. Shundaq bo'lg'achqa bu yerda men o'z ichimizdagi buzg'unchilikning ham qarshilikning oldini olaman. Vaqti kelganda hammani vayron qilaman. Rossiyaliklarni faqat kulga aylangan xarobilik kutib olsin. Men sizning yana o'yinib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Bu rayondagi aholilar dashqani qolib ketgan qadrligim Fernand. Bu yerda nemis ham polak ishchilari, yana Fransiya ham Belgiyaning urush asirlari bor. Yana texi ishg'oliyatimizdagi davlatlardan olib kelingan mahbuslarmi bor. Buning kari chog'liq xo'q janoblari. Ular faqat ichimizdagi joyillar, urushdan voz kechganlar va imi taqtidigan nomardlardan iborat. Bu xil hodislar istixilik, qismanlik, ularning tashkili yo'q. Mening ko'ngil bildig'inim strategik ulab yetkizish bazalari. To'polonchilar, planlovchilar, yo'shurun tashkilotlar. Shundaqla Polsha banditlarining katavashlari ham rossiyaliklar avatgan jasuslar. Men banditlar guruhi bilan qarshilik ko'rsatish tashkilotlariga aloqador muhim bir yupchini, ya'ni bir hujjatni maxsus sizga tayyorlab qo'ydim. Sizlarning davlat mudofaa axborot punktidagi janoblar bilan hamkorliginglar qandaqroq? Odatdagidek. Degib bilan o'rinchir qo'ldan ish kelmaydigan qog'i emas nimalar ekan. Lekin ular bu yerda alohida harakatning qo'mondonlik shtabini qurdiganligingizni bilib bo'pti. Buni tasodifiy anglab qoldimi yoki axborot punktining yordamida tingtingladimi? Bilmadim. Arxivda yana bir gumonliq telegramma bor. Surishtirman. Axborot punkti yanala shahardami? Yo'q, Boxniyada. Nimishqa Jetanjindan yiroqda turadi. Buni degib talab qilgan. O yerda ishlasam kishilar diqqat qilmaydi, ham oldin qilsab yaqin deydi. Ondaqda telefon telegramma Boxniyadan Velichka, ondan bu yer kelamda. Shundaq. Ishqilib o'zimga bosh apparatdim. Ham maxsus sim yo'ladim birini o'rnataman. Bo'si degibning sim yo'lini bosh apparatimga ulasam, texim qulaylik bo'lgadik. Endi tushunyapman. 20-iyul bosh qo'mondonga qasd qilish vaqasidan qaraganda
meningcha davlat mudofaa armiyasi ichidagi ahvollarni egallash nihoyat zarurdek qiladi. Har ish yo'lida bo'lsin. Telefonostlar ishonchli bo'lish kerak. Buni siz o'ddiga olasiz. Javobgarlik sizning ustingizda bo'ladi, xo'p janoblar. O'ddiga og'inimni yeta. O'ddiga elish, kurash qilish demakdir. Nemini ko'z tutib da'vatsiz? Zehni o'tkir deb nomingiz bor. Mening asosim bor qadrligim. Meningcha xufiyona tangsash ep baraydi. Men bir chora o'ylab qo'ydim. Telefoningizlar Benjamin Vesner. Xo'p, xabarchilar boshlig'i. Ratli kiyinib men bilan men. Ma'qul. Xo'sh, janoblari bizni darhol o'zi bilan ko'rishsin deydi. Uncha aldirash nima ish vakim? Qani qaysimiz uning cheksiz ishonchisiga erisha olamizki? Fon Teşendorf'in. Biz sizga cheksiz ishonamiz. Shunga qo'shilsangiz, xizmatdoshingiz Renat xonim bizga hamkorlashib favqulodda vazifa o'tab bersa. Vaqti qanchalik ular? Qaralsiz yo'tkab ishlatamiz. Yana onunga yordamchi qizlardan 4 ni qo'shib berasiz. Farzimcha, Vesner xonim sizning yetkash qaroringizga allaqachon qo'shilganda qiladi, deyjan janoblari. Fon Teşendorf xonim, bu ish sizda telefonistlar Benjamin Vesner alayda e'tiborga erishdi degan ta'sirat paydo qilgan bo'lsa, bu shuning uchunki u mening eng yaqin do'stim ham xizmatdoshim. Birinchi darajalik zarbador do'yning do'yjani ter bilan eng yaqin do'stlik o'rnatgan. Mening prinsipim yaxshilikqa yaxshilik qilish. Shunga men xizmatdoshim manfaatiga mas'ul bo'lishim kerak. Menda boshqa xiyol yo'q, deyjan janoblari. Undaq ruxsat qilsangiz, sizga yetkazib berilgan telefonistlarning rasmiyatini o'rlab beray. Tanlangan telefonistlarning tashkiliy rasmiyati yana sizning qo'lingizda bo'ladi. Fon Teşendorf. Kasbiy va harakat olib berish jihatga idora qilish huquqi birinchi darajalik zarbador do'yning do'yjangi Fernet Jungshoda bo'ladi. U maxfiyatlikni saqlash tizimiga qattiq rioya qilishni talab qiladi. Keyingi xizmatlarni u o'zi o'rinlashtirdi. Xo'p, deyjan janoblari. Sizga faqat men rahbarlik qilaman. Boshqalar emas. Faqat menlar. Tushundim, zarbador deyning deyjani. Yordamchilaringizni tanlab chiqing. 2 soatdan keyin yo'lga chiqamiz. Bir soatdan keyin kasrga boramiz. Yana amal topamizsak, mushu mangancha shimol qutbga ketib qolamiz, jumon. Yo'l xatini yana bir ko'rib boqay. O'zgartirishga bo'ladimi? Aknesni Krakow o'zgartirib bo'lmaydi ekan. Tanishtirish bo'lmasa poyezdga chiqilib bo'lmaydi. Qattiq tekshirdi. Yutib ketdi demamsiz. Men polak talabozda so'zlaydigan tursam, jazman bilib oldim. Kim diqqat qilibdi?
Hozir Gitler armiyasining davlat tavalligini aytib murakkab. Har xil tilda so'zlashadiganlar bor. Tanıştırışını şu Türkçesi jazolaydi. Rost. O'g'irlabdi deymi? Bu mu bo'ladi? O'g'irlab oldi demdim. Yo'q. O'zimiz o'g'irlaymiz. Yo'q. 3 kun bo'ldi, hech qanday chap yo'q. To'lqinlar butunlay eganlib ketibdi. 3248 kilogrammi, hech nima yo'q. Chastotini almashtirib yotgan bo'lsa-chi? Uda 4 kun birli vaqtda, birli to'lqinda, birli mazmunda telegram berdi. Uning shartlik belgisi ROL. Mazmuni Boxini axborot punktidagi tegib shavshav velishkidagi harakatning muhim halqasi. Bu yo'l yo'riqmi yoki ogohlantirishmi? Buni natonish birsiga bergan. U qarshi tarafning mush to'lqinni qabul qilganligini biladi. Shunga u to'lqin va shartlik belgini qarshi tarafning xabar kamigacha o'zgartmaydi. Menimcha u nemis. Qandaqsiga? U nemischa shifr ishlatgan bo'lsa-mu, lekin nihoyat oddiy. Bu bir niqob bo'lsa kerak. Polshadagi vaqtimizda Angliyadan berilgan shifrni qabul qilgandik. Lekin ularning ishlatgani fransuz shifri edi. Bu tozimi tasishgan. Mana bu razvedchikning taqdiri. Oldingi safda urush qilganda nishon aniq, dushmanga dal zarba bergil bo'ladi. Orqa saf o'xshamaydi. Orqa safda mushq emas, balki aql farosatga to'yinib jang qildigan gap. Lekin telegram berayotgan radisiya yaxshi, tarbiya ko'maganda qiladi. Nima? Biz qabul qilayotgan bu telegrammadan qaraganda, u nihoyat oddiylashtirilgan shifr ishlatgan. Telegramma turib asta, turib uzilib qoladi. Uning osti bo'lishi balkim qabul qiluvchining nosiligidan, uzilib qilishi sharoitining nacharligidan bo'lsa kerak. Sizdan o'rgansam bo'g'idak Boris. Hammamiz o'rganishimiz, uzluksiz o'rganishimiz kerak. Doim degidek yangi ahvol ko'rilib turdi. Telegram berdigan vaqt bo'ldi. Shtabga doklad qilaylik. Men Henry bilan post olmasay. 7 minut atrofida telegram beraman. Ondan qabul qilaman. Bo'ladi. Telegram berib bo'p darhol qayting. Bir ahvol bormi? Yo'q. Ikki qor mashina bilan bir kichik mashina Krakow tarafga. 2 moto Boxniya tarafga ketdi. 3 odam bir guruh bo'lib soatiga bir qadamdan charlayotdi. Tugadi. Siz kirib birdam uxlab oling, Henry. Boris telegram beryapti. Birdam turib, yana yo'tkilimiz. Uyqum kelmayotdi. Uxlag'im yo'q. Men ko'p o'ylandim. Lekin men uxlab qolay Ernest. Nemishqi men har kuni soatlab zayyad yotaman, ha? Borisning ko'ngli xush. Chunki u oldingi saf shtabi bilan kunda aloqa qilib turg'ashqa naqshi etib g'ingshib yuradi. Lekin men bilan hech kimning kari yo'q. Sizlar Rossiya yanida soatlab ishlayapsizlar, lekin ahvoldan ozroqni xabarda qilmaysizlar. Henry.
Biz her bir chastotini inchkilik bilan izlaymiz. Turlik ovozlar, signallar bir-biriga orlashib, qalayim-qalishib ketadi. Bizga ba'zida shifrlarni tarjim qilishga to'g'ri kelsa, ularni bir-birlab tizib chiqamiz. Agar muhim axborot bo'lsa, uni darhol shtabga ma'lum qilamiz. Uni shifr mutaxassislari tarjima qilib foydalandi. Uqdingizmi? Buning vazifamizga munosabati bormi? Menimcha munosabati bor. Georgiy aka sizga deb berdi. Ma'qul. Georgiy akasi. Uni bek ko'gim keldi. Yonik bin Batiqi. Ansirman Henry. O 12 yil yer asti xizmatda ishlagan tajribasi bor. Uni hargiz tutanmaydi. O cho'qim qaytib keladi. Pulun olsa oyna. Men mani ishla. Men uchun otamayman. Pulun olsa kelar. Bir tane tutmasa. Şanı Oynama. Oynama. Tüzük oyna. Oynashib qolsa. Beni bak hani. Kaçma sizge. Hazır bak. Birlashgan bo'lsa. Tutun bo'lganda. Nim bo'ldi? Nimda bizning to'yimiz? Buyruqni darhol ijro qilinglar. Hop, şaşa janoblar. Tez tushinglar. Poyezdni tez tushinglar. Tez bo'linglar. Erdo'g'lar berib maydon tekisizlar. Ha, tez. Nima qarab tursan? Barliq ogunning ishini judular. Ha, tez. Qarab turmanglar. Tez bo'linglar. Bizni to'xtatib yan nima qilasiz? Sizlar oyoqroq. Ha, chapsa bo'linglar. Ham ishni judular. Nima qarab tursan? Ha, ayoq beringlar. Ha, tez bo'linglar. Chapsa. Tez bo'linglar. Varşavaga. Breslavga. Dresdenga. Operga. Şindetmerge. Otrak yığınla. Bizden harbiy yürüyüş buyrug'imiz cho'ng janoblari. Bismillah'a evet vermez. Mening shu taqlarim-chi, cho'ng janoblari. Evet vermez. Hazır onun keragi yok. Uqdingiz mı? Kiyim-kechaklarim shuning ichida etdi. Krakow. Aknes. Hem doğamağa asla. Muzokyan gaydımağan dikken. Darhol mashinada chiqinglar. Hozir yo'lga chiqamiz. Tez. Vaqtga chapsa bo'linglar. Mashinalar prezident etib chiqinglar. Mashinib chiqinglar. Ikki kitab olib chiqinglar. Chaqqa bo'linglar. Aldıqraq turinglar. Chaqqa bo'linglar. Tez bo'linglar. Ha, chapsa. Jang maydoniga qirdi. Ha. Tez bo'linglar. Tez. Tez bo'linglar. Chaqqa chiqinglar. Nima ish yo'qdi? Hozir endi hujum to'xtab qopti. Ha, tez. Bors. Bors. Uxla. Siz tag'i kichik, yaxshiroq aram eling. Birdamdan keyin yana telegram beramiz.
Men bir yaxshi amal topdim. Yaxshi amal. O'lishkim men eliqi nemis sho'pirlarining yatığıga kirgendim-ku. Bo'ldi, sezdim. Lekin ular meni vaqting yesi yana keptug'in deganti. Unutib qolmadim. 24 soatgacha teningizdan sesiq poroq ketmadi. Nima dedingiz Boris? U degan meyning purg'i. Nima degan bilan u ish xatarlik. Bosingiz bo'lmaydi. Lekin ular axborot punktining kishilarida. Bizga yo'chiq ichpasa, ichbilmas. Ehtimoldan jiroq. Belgi mashinada borayli. Yarim soatga qolmay boramiz. Mening yana sho'pirlik inishkami bor. Men o'ylanib qo'ydim. Men u yerga borsam, ular bilan osonla oralashib ketaman. So'zlang. Жаңжинның ciddi buyruğu. Sürat yenime teziltilsin. Bayqaşa vaqt içinde oralansın. Qural yarak nimek içmek mani himdi tarqtılıdı. Taң yürüşten ilgiri belgilengen orunda tayyor bolsun. Tugidi. Rahmat. Tutum. Qarg'anda uyaning ishi jiddiy ekanda, Changoy janoblari. Shundoq. Intayin jiddiy. Tez! Sur'atni tezlasang. Tez bo'ling. Tez! Bizni nega bura? Kelgan joyimiz g'arbiy janubga. Jiraqmidi? Fursat topsak qochimiz. Yo'l xeti bo'lmasa, Germaniyadan qanday ketamiz? Tekshirish bek qattiq ekan. Tutilib qolsak, etib tashlaydi. So'roq qilib o'ltamaydi. Ahvol jiddiy bo'lib qolsa, ozroqmi kechiktirishga bo'lmaydi. Hargizmi qaramliq qilma. Mashinani yaqinroq olpiray. Siz ko'raylikdek joyda to'xtatma. Boshqacha ahvol bo'lib qolsa, mashinani darhol yeningizga olib beraman. Yaxshimisiz Jona? Yaxshimisiz? Sizga o'tganda sizga shunday chechib aytgandim. Amiralarim o'ydimi? Baba, qani kiring. Kiring. To'qchi yigit. Yaxshimisiz? Bugun bu yer tinchib qopti-ku. Kundaroq ichib pez qildigan ishni deysiz. Ensiman bilan per uxlayotdi. Ular tunogin kechdan atigangacha dishornil qildi. Toza charchidi. Men postdan tushib, uyga xat yozyapman. Ishingiz bormi-te? Sanduqimni qarasam, amburim yo'qtirdi. Mishadi tushirib qo'ygan o'xshayman. Uni birasinglar ko'rdinglarmi? Ambur demsiz? Sipiga zinc qaplangan-te. Eliqi to'qchining amburi. Av bulunda saymallar bor. Bormikin qarab beqing. Ben Garina 28. numar. Xo'p. Ensiman. O'rningizda turing. Boshliqdan telefon kelibdi. Ben Ensiman. Xo'p, Changoy janoblari. 5 minutga yetib boraman. Va anangni, bernoqda. Men texi 3 soat muxlibapti. Qo'pa. Bu kunlarni ajabmi to'ydim. Biroqlar oldin hisobga berib, Ruslarning kartoshasini kelgan bo'lsam, sagakishib qoladimikin? O'tgimni nima qo'ydingiz? Sirtqa qo'yib qo'ydim. Bo'lmasa uyning ichi sesib ketadi ekan.
Nima ish bo'ldi? Ya'ni ish chiqibdi. Ishdan kuchlarni tutib ekanmiz. Birinchidan telefon keldi. Bir maxfiy radio stansiyasi bayqaldi. Radar mashinasidan birini tayyorlanglar deydi. Bu yerda nima qilib yursan? Qanday kelib qolding? Mening bu amburim mishada unutilib qoldi. Akilama ko'r baqay. Bu mening amburim-ku. Rostla mening amburim-ku. Sen mening amburimni evamoqchisan. Nima qilib talashma, kimingizni kiyam. Bo'yliq tokchi. Tug'ilgan kuningizni o'tkazganda bilora qishgan-ku. Qo'y bu gapingni. Aqsini bo'pti. Shuni deb amburimni o'g'irlab olam degan. Kechiring Enisman. Lekin mening amburim mishada qoldi ekan. Biroq bu mening amburimda. O'zingiz ko'z yo'q demsan meni. Bo'ldi, kiyimingizni kiyib tezroq men. Balkim amburingizni o'giz unutib qolgansiz. Ehtimol shu yerda qolgan bo'lishi mumkin. Men chiqib qarab baqay, ha. Nega bor ekanman? Beskobitsqa. Siz shov bilan, men birinchi bilan bir mashinada o'tirdik-miz. U yoqqa yerda ekan. Musha bilan Vilichkarlikda kichik bir joy. U yerda o't chepib ketgan o'rmon bor. Tez qarayta qara. Undaqda sizlar tosh yo'lni bo'ylab Krakov tarafga mang'itgansizlar-da. Bu yerdan 3 kilometr minib so'lga burilsa, Polbistanga. U yerdan janubga boradigan yo'l bilan mangsa, Beskobitsga boradi ekan. Keyni tarafi 431-egizlikdagi o'rmonlik. Tamakamni kim so'qib olgandi? Moshkani haqlar ko'rganni so'qadigan bo'lib ketdi. Aqchanilik ambur o'g'irlab oldimikin? Mana nima ekan, uni tilaverman. Siz ehtiyot qiling. Kunlarning birida uning qo'li sizning yanchig'ingizda bo'lib qolsin yana. Ta'linglar o'ngdan kelib qolsa, ularni tutib olsanglar ajib emas. Demak, asal degi radar mashinasi bir qur tekshirib baqsin deydi. Xiyolda parashyut bilan sakrganlarni bir xil tutmoqchi. Shap chiqamay qilamiz deydi texi. O'tgan ketim qiz esingizda. Tazimi joyda ish bo'lgandi. Uni rasvo qilib edik. Lekin u chidamay qo'ydi. Parvardigor, yimmitdan rahmat. Valloh takbir Enismandan oxiri qutuldim. Topdingizmi? Yo'q. Boshqa yerda tushirib qo'ygan o'xshayman. O kuni nars keraklaringizni chiqib ketdik. Bu yerdan o'tib qolsangiz, kirib o'tasiz, ha? To'qchi yigit. Xo'shamsa. Chataq yo'q. Sizlar aldirash bo'lmasanglar, men kelaverman. Xo'shamsa. Ben Garina, 28-nomer. Ular yo'lga chiqdi, Shanvoy janoblari. Tugidi. Yo'q, Henry, o radio stansiyasi bizning emas. Boris hammamiz bachaqda telegram bergandi. Berib bo'libli yo'tkilib ketgan. Bugun o telegram bermaydi, faqat qabul qiladi. Undaqda ular bizni tutqilib olmasa kimni deb boradi? Men o o'rmonni pishiq bilaman. Sizmi bilasiz? 7 kundan beri biz u yerga bormadik. Amsi u yerga birisi berib, telegramni beribdi-da. Menimcha shunday bo'lish kerak. Biz aylanmadan o'tib tash yo'lga chiqaylik, ondan Önkürga boraylik. Shundaq maqsaqlar, ulardan burun yetib boramiz. Vay başqa o'lgidek aldiratdi. Endi o'zi bexaraman ketyapti. Nemanda qasdi mangdi, xuddi mashina bilan sayliga chiqqandi. Radar mashinasini saqlaydi. U bizga yo'l boshlaydi. Radar mashinasi. O rastlik kelsa, bu kamga topmamdi. Boris. Boris. Yangi telegram qabul qildim. Velishkedagi harakat boshlandi. Buningga SSchilar rahbarlik qiladi. 120 da yana kelima. Yangi shartlik belga SPL. Telegram bergani yana shu radio stansiyami? Telegram berish texnik stova. Ishlatgani yana shu burunqi shifr. Rost shundaq. Degi radar mashinasilar yo'lga chiqibdi. Telegram berishni tutmoqchi. Charlash o'rni shu o'rmon ekan. 431-egizlik. Cho'qim biz borgan Önkür bo'lsa kerak. 120 da yana kelima. To'g'ri. Bu cho'qim 120 ni tikkin, yana telegram berman degini. Siz bu telegramni qachon qabul qildingiz? 20 dan 26 minut o'tganda.
Agar o yarim soatdan keyin rostla yana telegramma bersa, degibni qo'liga chiqib qolmamdi. Telegramma berguchi bizga muhim jipichi Ernest. O yana telegramma bersa, degib uni tutib oladi. Hozir faqat 34 minut vaqt bor. Kechiktirmayli. Uni qutqizib qolayli. Sizlar shimoldan o'rmon bo'ylab asta ilgirlanglar. Yana 431-egizlikdan aylanib o'tib, Beskobits o'rmoniga yaqinlashinglar. Ikkinglar simsiz telefonda men bilan aloqalashib turinglar. Uqdinglarmi? Uqdiq, shogirdlar janoblari. 22dan 26 minut o'tganda harakatni boshlaymiz. Soatinglarni to'g'ri yo'linglar. Hozir to'g'ri 22dan 16 minut o'tdi. Ishni boshlanglar. Xo'p. Faqat 10 minutlik qoldi. Sur'atni tezlating Henry. Bo'lmaydi, o'rlib ketadi. Ular o'rmon bo'ylab mang'alaydi. Radar mashinasi o'rmon kiramaydi. Yo'l bektar. O'nkirib kelib qoldik. Ya'ni 500 metrlik qoldi. Oyoqda mang'ayli. Henry men bilmasin, Ernest mashinada qolsin. Uni topsaq, nima deymiz? Gap qilmaymiz, hech nima demaymiz. Uqdim. Agar o o'nkirdi bo'lmasa qanday qilamiz? O'zadi nadidir? O'nkirdi bo'lmasa, cho'qim yaqin atrofdagi o'rmonda. İki maşın kaldı şoşo janoblari. Yaxshi. İki minut kaldı. Radar maşinesi signal verin. Hazırla vaqt tushidi. Topamizdan qanday qilamiz? Ishonchim komil. Qechib qutlanmaydi. U ana.
u ishni boshladi. Ha? Qandaq birinchi endi o ishongansiz? Uni cho'qim tutish kerak. O tegib shov-shov velosipedga harakatning mo'yimali qilsa degan emasmi? Endi qiltaqqa o'z tutsin. Qandaq oldu? Eshitdim yo'q, shov-shov janoblar. Ovoz yo'qolib ketdi. Uning telegram apparati chatoq chiqdimi? Birdam saqlayli. Xo'p. ishlar joyidami? Nemis askar ekan, yosh balda qiladi. Nega boramiz? O'rmondagi o'nkirga. Tekst yo'qmi? Yo'q. Radar mashinasi xabar qiling. Biz tong otqich saqlaymiz. Uqdingizmi? Yenisman. Shov-shov janoblar. Siz zapaslanga belgi bering. O'rmonni aqtursin. Xo'p, shov-shov janoblar. Siz uning bilan so'zlashing. Men keyinga o'tib turay. Ma'qul. Sizlar mening beligimni chiqarib etdinglar.